Assalomu alaykum. Vatanimiz va jahonda sodir bo'layotgan qizg'in jarayonlarni Fresh News informatsion dasturi sizga tanishtiradi. Studiyada Marjona Ramazonova bugun dasturimizda. Jizzaxda trekker haydovchisi do'konga kelib urildi. Endilikda yo'l haqqini yuzingiz orqali to'laysiz. Shaharliklar Husanovni ijaraga berishmoqchi. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. Namanganda haydovchi 25 nafar bolani Damas'ga o'tkazib, ma'muriy jarimaga tortildi. 23-aprel kuni haydovchi ruxsat berilgan 7 nafar yo'lovchini o'rniga 25 nafar bola va bir ayolni olib ketayotgan Damas rusumli avtomashina to'xtatildi deb xabar beradi viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati. Hodisa Kosonsoyda yo'l patrul xizmati xodimi shaxsiy bolalar bog'chasi tomon yuk olib ketayotgan mashinani payqab qolganida sodir bo'lgan. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzilib, avtomashina jarima to'xtash joyiga jo'natildi. Eron janubidagi portda katta portlash sodir bo'ldi. 26-aprel shanba kuni Bandar Abbos shahri yaqinidagi Shohid Rejayi portida sodir bo'lgan portlashda 40 kishi halok bo'ldi, 9 nafardan oshiq inson jarohatlandi. Portlash sababi hozircha rasman ma'lum qilinmadi. Ayrim farazlarga ko'ra, port omborxonasidagi xavfli kimyoviy moddalar bunga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana bir ehtimolga ko'ra, portda saqlangan Eron ballistik raketalari uchun yoqilg'iga noto'g'ri ishlov berish oqibatida portlash kelib chiqqan deyiladi xabarda. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabariga ko'ra 2025-yil 11-aprel kuni soat 20:00 da 1997-yilda tug'ilgan shaxs boshqaruvida bo'lgan Lacetti rusumli avtomashinasini Samarqand shahri Nurli yo'l mahallasi hududidan o'tuvchi Rudaki ko'chasi bo'ylab boshqarib borayotgan vaqtida piyodalar o'tish yo'lagidan yo'lni kesib o'tayotgan piyodalarni urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Mazkur yo'l transport hodisasi natijasida tan jarohati olgan piyodalar shifoxonaga yetkazilib, tibbiy yordam ko'rsatilgan. Tergov bo'limi tomonidan 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, haydovchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkentda sotilayotgan Fix Dessert Chocolater brendi ostidagi Dubai shokoladi texnik jihatdan tartibga solish sohasida nazorat inspeksiyasi sinovlaridan o'tkazilganida inson salomatligi uchun xavfli miqdordagi bakteriyalar borligi aniqlandi. Bu haqda inspeksiya matbuot xizmati xabar berdi. Inspeksiya mutaxassislari Ekobozor Beruniy filiali savdo nuqtalarida sotilayotgan ushbu shokoladni tekshirib ko'rgan. Tanlab olingan mahsulotlar sifat ko'rsatkichlarini aniqlash maqsadida o'z test sinov laboratoriyasiga topshirilgan. Ayni damda Dubayda hamda butun dunyoda mashhur bo'lgan bu shirinlik ba'zilarning organizmiga jiddiy zarar yetkazishi mumkinligi haqida mutaxassislar ogohlantirdi. Aprel kuni Jizzax viloyatida trekker rusumli avtomashina haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, ko'p qavatli uyning birinchi qavatida joylashgan oziq-ovqat do'konining kirish qismiga borib urilgan. 1986-yilda tug'ilgan haydovchi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Voqea yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkent shahrida yaqin kunlarda avtobuslarda yo'l haqqini yuzni tanish orqali to'lash imkoniyati yaratiladi. Atto servisi zamonaviy FacePay texnologiyasini joriy etganini e'lon qildi. Endilikda shunchaki validator kamerasiga qarashning o'zi yetarli. To'lov avtomatik tarzda bank kartangizdan yechib olinadi. Bu innovatsion yechim jamoat transportida raqamlashtirish jarayonining izchil rivojlanayotganidan darak beradi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev mamlakatda hech bir odamlar qaysi tilda gaplashish kerakligini aytishga haqli emasligini ta'kidladi. O'z-o'zidan ma'lumki, Qozog'istonda hech kim odamlarga shaxsiy muloqotda va ommaviy chiqishlarda qaysi tilda gapirish kerakligini majburlashga haqqi yo'q. Jamiyatimizga nizo sochib, mamlakat ichidagi vaziyatni izdan chiqarishga qaratilgan ushbu mavzudagi barcha provokatsion harakatlar bostirilib, qonun bilan jazolanadi, deydi prezident To'qayev.
Hindiston Hind daryosining Pokiston tomon oqimini to'sib qo'ydi. Hindiston suvni to'g'on va kanallar orqali tartibga soluvchi barcha 4 ta shluzni yopib, Hind daryosining Pokistonga oqishini butunlay to'sib qo'ydi. Bu 1960-yilda davlatlar o'rtasida suv resurslarini taqsimlash bo'yicha Hind suvlari shartnomasi imzolanganidan beri bunday blokadaning birinchi holatidir, deb xabar beradi Ani News. Hindiston va Pokiston o'rtasidagi ziddiyat 22-aprel kuni Jammu va Kashmirda sodir etilgan terakt ortidan kuchaygan. Braziliyalik hujumkor futbolchi Rafinha joriy mavsumda Barselona safida asosiy figuralardan biriga aylandi. O'z samaradorligi bilan kataloniyaliklarga katta foyda keltirayotgan yulduzga badavlat klublardan chorlovlar tingani yo'q. Biroq Barsa bu o'yinchi bilan hamkorlikni uzaytirishga harakat qilmoqda. Rafinhaning amaldagi shartnomasi 2027-yilning yozigacha tuzilgan. Rahbariyat uni uzoqroq muddatga olib qolmoqchi. Sport S nashrining ma'lum qilishicha, muzokaralar davomida tomonlar shartnomaning muhim bandlari bo'yicha kelisha olmay qolgan. Agentlar klub xizmat haqqini ko'tarishi kerakligini ta'kidlamoqda. Manchester City Abduqodir Husanovni ijaraga berish niyatida. Futbolchi jamoadagi o'yin tizimiga moslashishga intilgan bo'lsa-da, tarkibdagi kuchli raqobat tufayli yetarli imkoniyatlarga ega bo'la olmadi. U hozirgacha atigi 9 bellashuvda maydonga tushgan va oxirgi 5 ta uchrashuvda zaxirada qolmoqda. Klub murabbiylari uning futboliy salohiyatini oshirish uchun doimiy o'yin amaliyoti muhimligini hisobga olib, uni vaqtincha boshqa klubga jo'natishga qaror qilgan. Biroq City uni baribir uzoq muddatli strategik rejalarining muhim bo'lagi sifatida ko'rishda davom etadi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Fresh News'dan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.